Sifatli uylarimizdan yana bittasi tayyor bo'ldi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men obzorni boshladim. Qaranglar, bu общий zalli ko'rinishi, ko'ryapsizlar, uyimizda remontdan keyingi holatda mebel, texnika hammasi bor, full variant. Bu yerda spalniya xonasi, spalniya kravat mana shu xonani o'ziga moslab yasatilgan, yonida shkafini ko'rishingiz mumkin. Endi navbat kuxnyaga. Kuxnyaga kirishingizdan mana shunaqa holatga ko'zinglar tushadi. Qaranglar, qanaqa nejniy, akkuratniy holatda turibdi. Холодильник deysizlarmi, pilisos deysizlarmi, xullas hamma sharoit bor. Endi navbat qolgan joylarga. Podyezddan kirish qismi, kirishinglardan prixoshka, bu yerda sanuzel joylashgan. Bitta ko'ramiz. Bu vanna xonani ko'rinishi, ko'ryapsizlar, o'rtoqlar, steralkagacha qo'yilgan. Hamma jihozlari bor, tayyor uy. Bu yerda hojatxonasi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda Chilonzor 11-kvartalda joylashgan, orientir Shohmetga yetmasdan chap tomonda yo'lda yuzda turgan domda. Bir xona, ikki xona qilingan, ikkinchi qavatda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, $55,800 so'raymiz. Naqd ham ipoteka orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi.